Ha, bo'g'ishdi ustozlar. Вообще dahshat savol. Men yoqtiraman shuni. Ikkita hash, hash. Bu o'tgan yildan oldingi yil tushadimikin bu savollar? Xo'p. E'tibor beringlar. Juda zo'r savol. A 6 soatda to'ldiradi. Demak, tepada A bor. Demak, T1 6. B 3 dan 1 qismini 12 soatda bo'shatadi. Demak, T2 3 dan 1-ni 12 soatda. Ustozlar eslab qo'yinglar. 3 dan 1-ni 12 soatda hozir vaqt yozmay qo'ying. Bu B ekan. S bor ekan. S nasos esa 10 soatda bo'shatadi. Menimcha to'liq hovuzni bo'lsa kerak. T3 ga 10 olib turamiz. E'tibor bersangiz, teng ochilsa necha soatda to'ladi? Biz mana bu pastki qismini to'lish vaqtini Tx deb turamiz, tepani to'lish vaqtini Ty deb turamiz. Yaxshilab e'tibor beramiz. Birinchi pastdagi qism to'lishi uchun faqatgina birinchi nasos bilan uchinchi nasos ishlaydi ustozlar. Demak, birinchi nasos bir butun hovuzni 6 soatda to'ldiradi, ikkinchisi bir hovuzni 10 soatda bo'shatadi va ikkalasi birgalikda hovuzni 3 dan 1-ni Tx vaqtda to'ldiradi. Mana qaranglar. Mana bu formula bor-ku, A taqsim T1 plus B taqsim T2 plus teng 1 taqsim sizlar ana bir ABSlar o'rniga bir qo'yib olgansizlar, u bitta hovuzni to'ldirish vaqtlarida. Bizda u o'zgarib kelyapti. Shu yerdan Tx topamiz. Hech qanaqa son-pon qo'ymaymiz. Eng ideal usul shu. 60 juda ham oson. 10 minus 6 teng 1 taqsim 3 ta Tx. Shu yerdan Tx topamiz. 20 taqsim 4, ya'ni 5 soat. 2. Endi yuqori qismi to'lamiz. Ya'ni birinchi qismi, pastki qismi to'lib, mana bu chiziqqa keldi. Endi suv ikkinchi tepaga o'tadi. Endi u tepaga o'tganda ana B nasos ham ishlaydi endi. Sababi B nasosga ham suv keldi. Xulosa, birinchi nasos to'liq hovuzni 6 soatda, ikkinchi nasos esa, qaranglar, e'tibor beringlar, ikkinchi nasos 3 dan 1 qismini 12 soatda bo'shatadi. Mana suratiga kim yozish kerak, e'tibor berasizlarmi? 3 dan 1-ni 12 soatda bo'shatadi desa, suratga o'shani yozasiz. Qancha qismini qanchada bo'shatishini. Bir hovuzni 6 soatda bo'shatadi birinchisi, ikkinchisi 3 dan 1-ni 12 da, uchinchisi bir hovuzni 10 soatda bo'shatadi. Bo'shatadi deganini minusdan olasiz. 1 taqsim Ty. Shunda nima bo'ldi javob? 60 mahraj besalayin. Tak 10 minus 12 kere 3 36 ga 60 ga bo'lamas ekan-a? Mahraj necha bo'ladi? 20 da. 60 ta oling. Ya, 180. 180 olsam, 6 ga bo'lsam 30. Keyingisiga bo'lsam 5 chiqadimi? Bunga bo'lsam 18. Teng 1 taqsim bo'lmaydi, mana qaramabsizlar ham. Nima 1 taqsim bo'ladi? Hovuzni butun to'ldirgan yo'q-ku. 3 dan 2sini to'ldirishyapti. 3 dan 2 qismini mana 2 hash bilan hashga qaranglar. 3 dan 2 qismini to'ldirish kerak T yigiri. Demak, xulosa u 2 taqsim 3 ta T yigiri bo'ladi. Ana endi bundan qisqartirib T yigiri topadigan bo'lsam, hisob kitob endi xullas uyda topib ko'rasizlar sizlar. 60 hop kara 2 taqsim 25 dan 8 ketsa, 18 ketsa 7 mi? Dabdala son chiqdi-yu. Javob nima bo'ladi do'stlar? Javob ikkalasini yig'indisi. 5 plus past 5 soatda, tepasi 120 taqsim 7 soatda.
jami bo'lib xullas ustozlar mana shu vaqtda, ya'ni 155 taqsim 7 soatda